9-may xalqimiz uchun g'oyat qadrli va ma'naviy ahamiyatga yuksak bo'lgan sana. Bu kunda biz yurtimiz tinchligi, vatanimiz ozodligi va xalqimiz farovonligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimizni chuqur ehtirom bilan xotirlaymiz. Shu bilan birga bugun oramizda mehnat qilib, el yurt ravnaqiga hissa qo'shayotgan faxriylarimiz, nuroniylarimizga ham yuksak hurmat va ehtirom ko'rsatamiz. Xotira millatning ma'naviy tayanchi, qadrlash esa insonga bo'lgan yuksak ehtirom ifodasidir. Bu sana barchamizni birdamlikka, vatanga sadoqat va inson qadrini ulug'lashga chorlaydi. Mamlakatimizda keksalarni e'zozlash, urush va mehnat faxriylarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan inson qadrini ulug'lash, nuroniylarni hayot tajribasi va mehnatini qadrlashga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Jondor tumanida ham faxriylar holidan xabar olish, ularning muammolarini o'rganish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash ishlari muntazam amalga oshirilmoqda. Bu avlodlar o'rtasidagi vorisiylik va milliy qadriyatlarimizni ifodasidir. Yoshlarimiz ajdodlarimizning jasorati va matonatini bilib ulg'ayishi juda muhim. Xotira va qadrlash kuni yosh avlodni vatanparvarlik, millatga sadoqat, tinchlikning qadriga yetish ruhida tarbiyalaydi. Chunki tinchlik eng katta ne'mat. Uni asrash har birimizning muqaddas burchimizdir. Bugungi tinch va osoyishta hayot zamirida qancha insonlarning mashaqqati va fidoyiligi mujassam ekanligini unutmasligimiz lozim. Barcha yurtdoshlarimizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon, xonadonlarimiz fayzu barakaga to'la bo'lsin. Faxriylarimiz va nuroniylarimiz doimo e'zozda bo'lib, yoshlarimizga ibrat bo'lib yuraversin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz ravnaqi bardavom bo'lsin.